Shirin bilan gaplashing, Kanadadan 97%. Abdulaga bunday rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Ikkinchiga kelishdimi? Necha bo'lsa, kirsin. Juda xursandman, yaxshi. Серьёзный очень. Nima ishlarim bor? Образование bo'yicha ishlaysiz. Какая нагрузка, большая молодец. Damlavoli. Ha, mazza qilib o'zim qilaman. Bu meni nonim. Navoiydan keladi. Bir haftada bir marta ikkita dona yeyman keyin. Qotgan non, kofe. Kun davomida qurt yeb turaman. Energiya beradi. Non beradi energiya. Eng zo'r narsa non-da. Yeb ko'ring-da nonni. Bu zo'r nonim bu. Qattiq faqat. Yo'q, juda mazali. Zo'r-a? Mana kursda mana bu masalalar bo'yicha dedi. Shavkat nonlar. Tanaffus nimadir bo'ladimi? Yo'q, endi o'zimga bog'liq tanaffus qilish, lekin tanaffus qilmayman-da. Ko'p odamlar kutib qolmasin deyman. Tez. Ishim ko'p bo'lasiz-ku. Uyga ko'chib kelay soat 7:30da Shavkatjonni borib ovqatlantirishim kerak. Har kuni 7:30da o'zimda albatta uyda bo'lib o'zim ovqatlantiraman. Kecham ketasiz-ku, Ulgurmasa janjal kutib turadi. 8:30. Demay o'tiradi. Yoki bobojonnikiga boramiz. O'sha yerda keyin ovqatlantirib olaman. Ikkita Shavkat, bitta Shavkat bobo. Shavkat. Shunaqa. To Saida with warm regards, Tony Blair. Super. Bu kitoblarni hozir 200 ta ekzemplyar o'zbek tiliga tarjima qilib, mana shu o'zimizga hukumat vakillariga, davlat arboblariga bermoqchimiz. Assalomu alaykum. Qarashimsiz, tarjimasiz. Mumkin menga katta dokumentlar olib kelasiz. Pachka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Prezident maqtasalar menga mazada. Kam maqtadilar-ku. Bu safar maqtadilar, yoqdi menga dedilar. Man еще раз это презентую. Отлично. Xalqaro bozorlar hamma yerda dastishyuma deyapti. Hozir qarorga kiritdik, joyini ham hal qildik. 200 ta animatsiya bola o'qitib, o'shani biz 20 tasini ishlatamiz. Rag'batlantirish kerak-da ularni. Ishonchi bo'lsin sizlarga. Mana ishlab berdimi, pul olsin, albatta sizlardan. Qizlar iyulda ketyapti MITga. Shavkat qarorga ularni ham qo'shdik. Etudisku viloyatlarda raqamli avlod qizlari, Digital Generation, IT их тоже включили. Prezidentga уже ko'rsatdilar. Luvr выставkamizda. Shu bir afsonaviy выставка bo'ldi. Afsonaviy. Mani g'ururim-ku bu. Luvrdan keyin Germaniyaga bordik. Angliyaga. Kollejga ham chaqirdim, yuring deb. Miyangizni qanaqaligini tasavvur qiling. Mega modsizda, mega modsiz. Hozir Aziza bilan uchrashdik. Kitob yozgan sufi ayollar to'g'risida. Qanaqa bizni ayollarimiz bo'lgan. Kuchli, qudratli ayollar bo'lgan u paytlari ham. Sufi ayollar haqida kam o'tamdi. Deyarli eng ko'pi shu biz regionda bo'lgan ekan. Xullas, ajoyib faktlarni gapiradi-da shu qiz. Hozir o'ylayapman, balkim выставка qilar turibmiz. Mana jadidlardagi выставкani shu Aziza bilan birga o'zbeklarga gaplashmoqchiman. Zo'r выставка bo'ldi. Zo'r выставка. Borganmisiz? Borganman bir necha marta, oy. Borib yig'lardim. Mana yig'lab chiqaman. Bu tarix-ku. Bu bo'lgan narsa-ku. Bu bizni xalqimizni ichidagi DNK'si-ku. 20-asr. Hamma asrlarni o'ylaysiz. Eng muhim biz asrimiz. Islohotlarni ko'p qilishimiz kerak. Shu bu muhim. Mana gulim bo'ldi. Yaponskiy. Siz ko'p ketganingizni sizni sog'inib o'tiraman. Bolalarimga o'xshab, ha? Bitta gulchimana chiqibdi. Bu yangi ko'rdingiz. Как раз nimaga Yaponiyaga safarimiz bor-ku.
Mana shunaqa. Qo'limizni yaxlatsin. Zo'r bo'pti. Yoqyaptimi pavilyonimiz? Loyihani amalga oshirishda katta ish qilingan. O'zingiz ham bevosita jarayonda qatnashgansiz. Pavilyon yaratishda Juma masjid tomonidan Ilhom olingan. Ko'rinib turibdi. Bilimlar bog'i deb nomlangan pavilyonimiz. Shu yerda turganingizda ajdodlarimiz ruhini ham sezasiz. Platformada ko'tarilganda ham etim jimillab ketdi. G'urur, faxr paydo bo'ladi. albatta. Juda ko'p odamlar kelyapti. 100 mingdan oshiq turistlar kelibdi bugunga qadar. Bu juda ham muhim. Yangi O'zbekistonni ko'rishyapti odamlar. Bu prezidentimizning harakatlarining natijalari. Bolalar furor qildi, furor. Sizlar qayerdasizlar? Nukusdan. O'zi Qoraqalpog'istonlik yigitlar shunaqa bo'ladi-da, juda iste'dodli. This is my card. Thank you. Uzbekistan Strategy 2030. Thank you very much. It's an honor. Bolajonimga ko'rsatdim. Yaponiyaga borsangiz meni ham olib keting, iltimos dedi. Keyin bobojoniga aytdim, olib keting, iltimos dadajon, shu bolachani ko'rib ketsin Yaponiyani deb. Uchun muhim lokatsiya emas. Men bilan bo'lish. Hozir boraman, hozir. Har doim qiz bilan o'tkazishga harakatda bu. Shuni bir minut ko'ring. Bu yerda hozir 268 ta ustunimiz bor. Musiqadan tortib to pavilyonni o'zigacha nimaga e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, o'zbekniki degan narsa kelib chiqaveradi teyida. Yaponiyaning daraxtlari bular xudo xolasa biz bilan ketadi O'zbekistonga. Oh my god, look at the queue. Xom ashyo Yaponiya, arxitektura bizaniki, qanaqadir uyg'unlik. Mix. Hamma narsa simbiozda. Arigatou gozaimashita. Bundoq qilamiz. Silka kelib chiqadi. Shundoq kirganimizda bu mana shu daraxtni qayerdan kelganligi to'g'risidagi ma'lumot. Part of the job. Yeah. You're a professional. Yeah, thank you. Если надо какие-то здесь можете. Сразу olamiz. Kvartira. Mana bu laganlar bizani ustalankimi? Urgut, Samarqand. Explore, rahmat. Assalomu alaykum. Right? Yes, thank you. Yes, thank you. Prezidentimiz ko'rsalar xursand bo'lardilar. Chiroyliligini qarang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bularni ko'rib hayron qoldim. Bu o'zbek qizlarmi? Yapon qizlarmi? Universitetdan. Nagoya shahrida Kinjo-Gakuin universiteti bor. Do'ppili zo'r yarashdi lekin. Biz ro'yxatimiz o'zimizni o'zimiz. Tashqarida ham hech kishi kira olmasdi. Rahmat, tabriklayman. Yaxshi yetib olinglar. Yaxshi boringlar.